Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Zamoniy madaniyatga yurish qilish ta'kidlanayotgan bugungi kunda biz Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq ko'p tillik uchur texnika tajribaxonasidagi bir qism olim mutaxassislar bilan mushu o'rinni tonishtirish, shundaqla ularning eng yangi tadqiqot natijalari va mevalarini xalqimizga bildirish maqsadida bugungi suhbatni uyushtirdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Jongo Qurilish Akademiyasining akademiki, Şinjan Universitetining professori Oshur Islom. Şinjan Universiteti Uchur ilmi shundaqla Qurilish institutining professori, mudiri, hisoblash markazining mudiri Turgun Ibrohim. Şinjan Universiteti Uchur ilmi va Qurilish institutining dotsenti, Şinjan ko'p tillik uchur texniki tajribaxonasining tadqiqotchisi Rayima Tursun. Bizning asos funksiyamiz davlatimizga asonlik millat uchurlarini bir taraf qilish, shundan O'rta Osiyo, G'arbiy Osiyodagi turkiy millatlarning til yoziq sistemlarini ishlashga asosan nishon qilgan. Dehqonlarimizning qo'lida bir mashunda ko'chma telefon bo'lsa, yezigilik bir texnikalarni egallamoqchi bo'lsa, Uyg'urchaga qilsa, tarjima qilgan so'zga berganiki, hansoch so'zlab, Uyg'urcha bunga bunda qaytarib beradigan mashunda bir til to'salg'isiz uskundan birini o'tirib qo'yish kerak deb o'tirib qo'yganlikda mana hozir bu ishlar amalga oshiryapti. Ovoz tanitish texnikasi desak, buningda so'zlasangiz so'zni endi yapaloq tilga aytgancha xatga aylantirib berdim. 7 may bir alayda bir kun bo'ldi deb qaraymiz. Endi shu kuni Şinjan Universitetining mushu fan texniki binosida mush ko'p tillik uchurlarni bir taraf qilishdiki, eng yangi ilg'or natijalar, shundaqla mushuningdagi ba'zi bir mevalar bir ko'rgazma qilindi. Endi mushuningdagi ba'zi bir yangi mahsulotlarni ko'rdik, yangi texnikalar bilan uchrashdik. Endi bizdagi bir xiyol bizning amaliy turmushimizda bundan keyingi o'rganish hayotimizda qo'llanilsa degan bir umid, bir oldirashlik hissiyoti bizning chulg'ida endi. Endi o'sha epandim, demak, mushu tajribaxona qanday ehtiyoj bilan qurilgan? Buningda asosli ishlanayotgan xizmatlar qanday? Bizning Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq ko'p til uchur tadqiqoti nuqtaliq tajribaxonasi. Bu aslida bunun 5'i 90-yıllarda kurulgan idi. Keyin bu taraq qilib 90-yılların ahırı kelgende Şinjan Üniversitesining nuqtaliq tajribaxonasiga aylandı. 2007-yılı kelgende Avtonom rayonimizdagi muhim bir nuqtaliq tajribaxona qilib tasdiqlandi va qurildi. Shundan buyon biz buni endi Avtonom rayonimizdagi ko'p xil til yoziq uchurlarini tadqiq qilish, ichish, har xil sistema yumshoq detallarni keng turda ishlash, har qaysi sohalarga yuzlantirish asosli bir bazasi bo'lib kelyapmiz. Bizning tajribaxonamizda hozir 58 muhim tadqiqotchi ishlayapti. Buning 10 dan ortiqi professor, 17 magistr. Endi buningizda biz hozir 90 dan ortiq doktor ve aspirant o'quvchilar mushu tadqiqot ishxonamizda tadqiqot ishlari bilan shug'ullanadi va ishlaydi. Undan boshqa bu tadqiqotimizda hozirgacha biz mamlakatlik fan texnika mukofotidan 3'ünü aldık. Shundaqla avtonom rayon darajalik ministr daraja tadqiqot natijalaridan 17 aldık. Undan boshqa biz mush tadqiqot ishxonamiz 351 dan ortiq yadroluk jurnallarda e'lon qilingan maqolalarimiz var. Bundan başka 24 ga yaqin nashr huquqi, yani yumshoq detallarning nashr huquqini biz qo'lga keltirdik. Bizning asos funksiyamiz davlatimizga asonlik millat uchurlarini bir taraf qilish, shundan O'rta Osiyo, G'arbiy Osiyodagi turkiy millatlarning til yoziq sistemlarini ishlashga asosan nishon qilgan. Endi Turgun efendim, izchil turda siz uchur uningdan keyin mushu elektron texnikasi sohasidagi bir rayonimiz tavasida ko'z ko'ringan mutaxassis. Endi mushu tajribaxonada siz asosli qanday vazifalarni o'tayapsiz? Buning tadqiqot yo'nalishi hozir qaysi bir rolda ketib bordi?
Hozir meningki bu yerda qilayotgan tadqiqot yo'nalishim nima desa, tabiiy tillarni iqtidorlashtirish, tabiiy tillarni tushunish, tabiiy tillarni bartaraf qilish musaadini ilib boramizda. Endi boy dedik, bizning eng yaqinda ko'rsatayotgan bir mas'uliyatimiz tarjima sistemasi. Ham tarjima sistemasini ishlash uchun eng dastlabda shu grammatikal analizdan boshlab, eng oxiri shu cho'ng bir ambarlarni qurib chiqish kerak. Grammatik analiz qilganda, masalan, sintaksik morfologiya bartaraf qilish sistemasi, mana shunaqa sistemalarni yasab chiqish kerak-da. Anandan keyin bu shu Hansuchiniki bu shu morfologiyaniki bartaraf qilish sistemasiga moslashtirishimiz kerak. Mushu soatning tadqiqot ilib boramizda. Bizning bir guruh cho'ng bir guruh bo'lma. Bu asosli tadqiqotda mushuning asosida anandan keyin biz ustida tarjima qilish sistemasi, anandan keyin tushunish sistemasi degandek tizimlarni ishlaymiz. Endi Uçur İslam efendim bayan deyishdik, Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq köp tillik uçur texnik tecrübehanesi kuruldu. Bu endi Şinjan Uyghur Abdunum Rayonumuz kurulgan 60 yıldan buyan bizning milliy hayotimizdagi nayt zo'r bir ish. Uning ustiga buning natijalari ko'rinarli bo'lyapti. Kishilarga naf va manfaati bevosita bo'lyapti. Unda bo'lgan ekan, bunimi yana bir nuqtani aytganda fan texniklik mo'jiza emas, xalq turmushidagi bir yaxshilik deb qarashdi bo'ldi. Endi yaqinqi yillardan buyan shu markaziy tajribaxona yana qanday muhim xizmatlarni yadro qilib ishlayapsizlar? Bunun birincisi ovozliq tarjima sistemasi. Bu Uyg'urcha ovozni kompyuter yoki qo'l telefon bevosita toniydi. Ovozini toniydi. Ovoz signalini uchur signallarga, ya'ni yeziq signallarga aylantirdi. Ondan yeziq signalini o tarjima qilib Hansucha xatga aylantirdi. Ondan onu Hansucha xatni ovoz chiqarish sistemasi orqali uni chiqarib berdi. Demak, Hansucha, Uyg'urcha qo'sh yo'nalishlik ovoz tonish ham tarjima qilish mushundaq bir sistemani xalqimizga topshirmoqchi bo'lamiz. Endi ikkinchi bir muhim tadqiqotimiz mashina til tarjima tadqiqoti. Bu hozir endi jamiyatimizdagi ko'p turdagi tor uchurlari, har xil tekis hujjat materiallar. Bularni Hansuchadan Uyg'urchaga tarjima qilish yoki Uyg'urchadan Hansuchaga tarjima qilishdan iborat cho'ng bir vazifa bizning oldimizda turibdi. Mushu bir vazifani o'rindash uchun masalada mashina til tarjimasini nurg'un yillik kurashlar natija orqali asosan ishlab chiqdik. Bu sistema har qanday tekis hujjat materiallarni shay salsaq, uni Uyg'urchadan Hansuchaga yoki Hansuchadan Uyg'urchaga tarjima qilib berdi. Mushu davlatimizning nurg'unlagan keng uchur boyliqlarini davlatlarning tillariga tarjima qilib shularga yuzlantirish mandaq bir muhim bir ehtiyojning yuzasidan chiqadigan va mushuning yuzasidan chiqishga tirishyapmiz. Uchinchisi, uchur izlash motori. Bu hozir keng turdagi, masalan, hozir bizning Uyg'urchaga nisbatan aytganda mamlakat ichi va xalqarodagi hozir ishlatayotgan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz yeziq uchurlarimiz. Uyg'ur Latin yezigidagi uchurlar. Yangi yeziq uchurlar va Slavan yezigidagi uchurlar. Mushlarning hammasidagi har qanday uchurlarni izlab topadigan, ularning batlarini, o'rnini, vaqtini avtorlar izlab bizga chiqarib beradigan bir muhim sistema. Endi yana birisi ovoz uchurlarini tadqiq qilish tadqiqoti. Endi buningda biz 4 xil tadqiqotni ilib boryapmiz. Birisi tabiiy tilni tonish, ikkinchisi buyruqlarni tonish. Masalan, men kompyuterga yoki qo'l telefonga palani ichib et, palani yeb etgan, men palan muzikani anglayman yoki palaniga telefon beraman desa, mushlarning hammasini ovozliq signal orqali amalga oshirib bo'ladi. Bu bizning yana bir tadqiqotimiz. Buning ichida yana birisi so'zlagan odamni kimning so'zlayotganligini to'g'ri bilish tadqiqoti. Ko'p tillik mashg'ulot sistemasi, ya'ni Windows mashg'ulot sistemasi. Microsoft'ning Windows'ni ko'p xil tillarga moslashtirdik. Hatto biz buni yaqinda Windows XP, Windows 7 deganlarni ishlab jamiyatga 10 mingdan ortiq mahsulotni yuzlantirdik. Ondan boshqa biz hozir bilim, igilik huquqi o'zimizning bo'lgan
Linux мәшғулат системасы ныңки bir qancha türlerini işlep çıktı. Hatta bunun Arapça, Orusça kısımlarını işlep çıktı. Linux мәшғулат sistemasi mi? Moşu maşina kompüterimizin asasılık yadro kısmı, hareketlendiriş kısmı. Ondan başka biz yana köp xil tezlik işxanalarni avtomatlashtirish sistemasi deymiz. Qatarlıq bir qancha ishxonalarda ishlatiladigan sistemlarni ishlab chiqdik. Endi bo'libmi biz yaqinda yana singdirma mashg'ulot sistemasi, ya'ni qo'l telefonini qatorliq ko'chma qurollarni asos qilgan singdirma mashg'ulot sistemasi va uning qurollari. Biz endi hozir keng turda ishlayotgan 3G iqtidorli qo'l telefon. Qo'l telefon. Mush qo'l telefonninki demak Uyg'ur, Qozoq, Qirg'izcha ishlaydigan qilish. Demak uchurlarni yo'llash, uzatish, yezi saqlash qatorliq bir qancha ishlarning hammasini o'tishdan chiqadigan bir narsa. Hatta buningdan biz jamiyatga hozir 100 mingdan ortiq iqtidorli qo'l telefonni jamiyatga Gungjung şirketi orqali jamiyatga yuzlantirdik. Ondan başka biz yana tilmaç yardımcı sistemasi, yani bununki til tercüme sistemasiga yordamlashadigan, bazı tekst hujjatlarni, ambarlarni qurib beradigan, tor bekatlarni qurib beradigan mandaq bir sistemani ishlab chiqdik. Ya'ni OCR deb qo'yamiz, yeziq tonish sistemasi. Bu yeziq tonish sistemasi bu ikkiga bo'lindi. Matbaa yeziq tonish sistemasi. Endi bunun hujjat materiallarını konukada bir-birlab kirgizmay, bütün mushunday seripla kompüterga bir vosita kirgizib atgan bo'ladigan, mushtaq iqtidorga ega bo'lgan bir sistema. Ikkinchisi, buningda bir qilayotganimiz qo'l yozma, tonish sistemasi. Qo'l yozma yozilgan yeziq uchurlarini, tekst hujjatlarni taniydigan. Hatto kompüterning yoki qo'l telefonining ekraniga biz bevosita uchur yozib, uni yeziq uchurga aylantirib, boshqa qarshi tarafdan saqlab qo'yadigan, uzatadigan, yo'llaydigan texnika. Endi mushunda qatorliq 7-8 yangi mahsulotlarni ishlab chiqdik. Bu mahsulotlarimiz hozir bir qismi jamiyatga yuzlanyotdi, bir qismini jamiyatga yuzlantirish oldidagi eng yangi tadqiqot mevalari. Yuqorida tilga olgan mushu nuqtalarni, mush naq maydonda mashg'ulot orqali ekran oldidagi qarindoshlarga, naq maydondagi qarindoshlarga texmi aniq bir ko'rsatib etsak. Bizning bu ovozliq tarjima sistemimiz, biz Uyg'ur tilida so'zlagan so'z qarshi tarafga xanzur tilida olindi. Qarshi taraf xanzur tilida so'zlagan so'z bizga Uyg'ur tilida olindi. Yaxshimisiz? Ni hao. Ni hao. Tinchlikmi? Bugun tushda birga tomoq yeylik. 今天中午一起吃饭吧。我中午没有时间。 Men tushda vaqtim yo'q. Emsa kechda kino ko'rib kelaylik. 那今天晚上去看电影吧。都有什么电影？ Qandaq kino bor? Menmi bilmaydi ekanman. 我也不知道。电影票都是多少钱？ Kino bileti qancha pul? Bilet bahası 50 so'm. 票价是50元。那我们一起去看看吧。 Biz birga berib ko'raylik. Bo'ladi. Emsa kechda saqlayman. 那今天晚上我等你。 Doğru sitib olgandan keyin uning ichkilik kodini shu bizning skanerlash apparatimizda skanerlagandan keyin shu dorininki ishlatilish usuli tarjimasi shu sistema chiqadi. Endi buni ilib dorini ustiga chapib olgandan keyin bu butunlay burunqi xanzurcha holatdagi tushuntirilishi uyg'urcha holatga o'tadi. Elshirga telefon qilaman. Hozir menga Elshirninki nomerini izlab tepib berdi. Unutalmaysiz degan naqshini anglag'im bor. Endi Rahima, men o'ylab qoldim, siz o'qigan oliy maktab, siz o'qigan kasb bilan hozir ishlayotgan tadqiqot o'rnidagi siz mas'ul xizmatninki o'ng tanasib xarakteri bormi yo'q? 2000 yılı bizningki mushu ushur muallim boshchiligidagi ko'p tillik uchur texnika
boshqarish tajribaxonasiga kirib, o'sha davlat darajalik va avtonom rayon darajalik, shundaqla maktab darajalik tadqiqot turlaridan 10 necha turga qatnashdim. Bu jarayonda 20 necha parcha maqola e'lon qildim. Buningda asosli mas'ul bo'lgan xizmatim shu ko'p tillik Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz material, yeziq, ovoz omborlarini radlash, ham shuning manbasini qurish, ovoz ombori tadqiqoti, sandan qurish, shu sandan tadqiqoti degandek ishlarga mas'ul bo'ldim. Shu mas'ul bo'lish jarayonida eng asosli xizmatninki shu til, yeziq, ovoz omborlarininki mukammal ovoz omborlarini manbasini qurishning nihoyat zarurligini, o'zimizning til, yeziq, ovozlarimizning alayligini shu texnikaga moslashtirish xizmatining nihoyat muhimligini his qilib qoldim. O'shir apandim, shu yangi texnikalarni, shu ko'rgazmani, shu natijalarni ko'rgandan keyin kishilarning o'ylagan bir hissiyoti, bularda bir qoyillik, bir so'yinish hissiyoti bo'ldi. Endi demak, mushundaq ko'rgazmani mush kunlarda, mushundaq sharoitlarda o'tkazishning qanday ahamiyati bor deb qaraysiz? Endi mushu bir davrda ushur texnikasini ishiltish va egallash hozirgi davrimizning eng chong ehtiyoji. Ma'noda aytganda biz turmushimizda, o'rganishda, xizmatda ushur texnikasidan foydalansak, ishiltarisak, o çağda iş ülümü yukarı oldu. Hazırki zaman adamları kılıç tegişlik işini kılalıgan bir milletke aylarımız. Manuh netkanda halkımızın bunu düşünüp bizge berip atkan talebi ve ihtiyacını biz çoğunları his kıldık. İmkan var biz bu sistemlerini tekrar mükemmelleştiriş, halkımızga, cemiyetimizge yüzlendirişke tirişimiz. Bu birincisi. İkincisi, maaşlarımızdan devlet ve avtonom rayonundaki haberi var. Bizge hem muşu işlerini texmo yaxşı işleşke medet veriyotudu ve kollayotudu. İpek yo'lidagi devletler bilan o'zaro aloqalashish, savdolashish, ushur moddiy ashyolarni almashtirish. Bularning hammasi yanada til yeziqqa munosabatli ishlar. Shunda bağlı için bizge muşu İpek yo'lidagi devletlerge ihtiyaç olan tor sistemleri, ularning ushur baylıklarını tercüm kılış sistemisi, ularning aloqalashish sistemisi, bevosita so'zlash sistemisi ve bunun münasebetli kurallarını tezrak bizden işlep çıkarışımızı ve teminleşimizni talep kuvvetudu. Bu mu bizge hazır aldığımızdaki çoğun bir yüzleş ve vazife. Hem de biz şu işlağa ne bir tesir kozgallığa intayın xursandız. Hem de Rahime, biz şu avazını bir taraf kılış teknikasını zaten kandak düşünümüz. Hem de o turmuşumuzda, gündelik hayatımızda kullansa kandak bir mezmunga ega oldu. Çünkü ovoz bir taraf texnikasi degan chaqda o'sha ovoz tonish, so'zlik uchini farqlantirish ham muqimlashtirish, so'z turini xanzocha so'zildimi, inglizchami, uyg'urchami shuni farqlantirish ham muqimlashtirish, ovoz biriktirish, shundaqla ovoz tarjima qatorliq bir necha texnikalarni o'z ichiga olgan bo'ldim. Bu texnikada ovoz tonutish texnikasi desek, buningda so'zlasangiz so'zni yapılaq tilga aytgancha xatga aylantirib berdim. Nima desangiz shuni ekranga chiqarib berdim. Shundaq bo'lgan chaqda bu texnikalar bo'lsa hozir shu ushur texnikasi deymiz, tor texnikasi deymiz, har qaysi texnikalarning taraqqilishiga ergishib, bu texnika bu xanzocha, inglizcha jihatda bu ma'lum bir uskunlarga saplanib, oila elektr uskunlarga ishlatiladi. Undan boshqa ovoz tarjima qilish desak, buningki o'zingizlar ko'rib turibsizlar, buningki ishlatish sohasi nihoyatda cho'ng bo'lib, bizningki ushur texnika sohasimizda turmushimizdagi har qaysi sohalarga cho'ng ta'sir ko'rsatib, bizning madaniyatimizni gullantirish jihatlaridami cho'ng to'kpis bor deb qarayman. Turg'un ma'lum. Bayamdidoq shu ovoz tonish, yana bir nuqtadan aytganda bu ovoz bir taraf qilish, mashin til tarjimasi sohasidami ba'zi gavdalik natijalarning borliq kelishiga turt ko'pdi. Mush nuqtadan aytganda, sizlar bu jihatda qanday xizmatlarni ishladinglar? Bu qaysi sohalar bilan bevosita chetishlik deb qaraysiz? Dehqonlarimizning qo'lida bir mana shunday ko'chma telefon bo'lsa, yezigilik
bir texnikalarni egallamoqchi bo'lsa, Uyg'urchaga qilsa, tarjima qilgan so'zlik bergandan keyin so'zlik so'zlab, Uyg'urcha uningga bunda qaytarib beradigan mashina bir til to'salg'isiz uskundan birini o'tirib qo'yish kerak, shunday bir mas'uliyat bo'lish kerak deb o'tirib qo'yganlikda. Masalan, uning yeni bir nimasi, masalan, shu vaqtda biz o'ylashgan, shu O'rta Osiyo Mesela yüzünü işte kursada. Mesela bir Özbekistan'dan bir Özbek geldi. Bir vinruluk loban bilen az o vakit kandak kılattı dese hesaplı kuşne. Avaldı. Yok. Bunda kılıçıp bulamdı da bunda şerat kılıçıp kalattı da. Hem de şu vakti şunu oylaşkan biz. Bir telefon bolsa, şunal bu Özbekistan'daki Özbekçe yaksa, hatırlattı vinruçi tercüme kılıp berdi. Vinruçi bağısındaydı ama o gap kıldı bunda çıktı. Şunu şu vakti paraz kantok. Buna hazır bu işler amelga geçiyordu. Reallik aylanatında. Onun için müşi tekniklerini hamısını bunda biriktiriş, hamısını teşkil kılış. Bu bir nayeti bir çoğun bir sistemi kuruluşu. Endi o'shir efendim merkezi tecrübexana bundan keyin yani qaysi sohalarda nuqtali xizmatlarni ishlamoqchi. Bu vaqtdagi plan tasavvuringiz qanday? Hükümet hizmeti, savdo hizmeti, medeni ma'arif, qatnash, banka, her qaysi sohalar burun yakka bir-birisiga aralashgan bo'lmaydi. Hozir hammasini yig'ib, cho'ng bir universal sistemlar, universal ma'lumotlar shakllanib bir taraf qiladigan, analiz qiladigan cho'ng bir davrga kiryapti. Endi biz mushundaq bir ehtiyoj tufaylidan bizga bo'lgan besim texnik cho'ng. Biz yangi mushunga mos bo'lgan sistemalarni, shiplarni, yumshoq detallarni, yangi qurollarni ishlashga to'g'ri kelyapti. Buni biz davlatimizga, xalqimizga ishlatadigan fursat, sharoit yaratib bermoqchi. Bu bir taraf. Endi buningda yuqorqi biz ko'katgan, so'zlagan, tanishtirgan mahsulotlar mana shuning bir qismi. Bu bizning eng asosli tadqiqot yo'nalishimiz va asosli markaziy xizmatimiz. Bu bir taraf. Ikkinchisi hamda avtomatik ovoz orqali kontrol qiladigan sistemalar. Ovoz orqali ishlaydiganlar, mushularning hammasini hozir qozoq, o'zbek, qirg'iz, turk, arman va boshqa tillarga ishlatadigan qilib chiqish bizning oldimizga cho'ng bir vazifa ham yangi yuzlanish. Biz mushular uchun ya'ni Ipak yo'li davlatlarga yuzlanishdan iborat davlatning strategiyasiga ovoz qo'shish va hassa qo'shishga tirishyapmiz. Boya ustozlar deb o'tgan sistemalar hamda ishga kirishtirildi. Bularniki qo'llanishniki jiqlishiga ergishib, material ambiriniki ko'payishiga ergishib, to'g'riliq nisbati bag'ansir eshib maqdi. Shunga ishlatganlarniki dastlabda ba'zi bir xatolar ko'rinsa, to'g'ri tushunisini umid qilamiz. Ham ba'zi o'zlarining taklif fikrlarini, ba'zi xatolarni biz ko'rsatib bersa xo'sh bo'lamiz. Bu tajribaxona qurilgandan keyin mush tajribaxona nurg'unlagan yoshlarga, bizga o'xshash nurg'unlagan yosh tadqiqotchilarga, o'quvchilarga, doktorlarga nihoyat yaxshi bir supni tayyorlab berdi. Biz mushu supdan foydalanib turib, mushu o'zimizmi mush tadqiqot sepiga qaytildik. Shunga men o'ylayman, hamda mushu abiyam so'zlab o'tgan amaliy natijalardan sirt tuvandagi mushu yoshlarga, keyingi avlodlarga bo'lgan mushu assi texmi zo'r deb qarayman. Yuqorida bizning tajribaxonadagi nurg'unlagan tadqiqot natijalari bilan tanishib chiqdinglar. Endi buning ichida bizningki yana bir mahsulotimiz izlash motori degan bu mahsulotimiz hozir uzun yillik shu tadqiq qilish orqali bir pishiq holatga yetib keldi. Bu izlash motorida biz o'zimizga kerakli bo'lgan uchurlarni tez suratda aniqlik darajasi yuqori bo'lgan shunday holatda biz izlab topa olamiz. Shuning uchun ko'ringanlarningki shu izlash motor degan shu bizningki mahsulotimizni ishlatib o'zinglarga kerakli bo'lgan Uyg'urcha, qozoqcha, qirg'izcha motorlarni izlab ishlatishinglarni umid qilaman. Bizning tajribaxonaning va institutimizning töhfeleri, mahsulotlarning ichida bakmi muhim bir töhfemiz bor, mahsulotimiz bor. O bo'lsa odam tarbiyalash. Biz hozirgacha jami 159 magistr tarbiyalab chiqdik.
jamiyatga yuzlandirdik. 14 doktor tarbiyalab chiqdik va jamiyatning har qaysi sohalarida yetakchi rol o'ynayotdi. Endi bizning mushu qo'shinimiz jamiyatda yetakchi kuch bo'lish bilan teng, shundaqla bizning tajribaxonamizda, institutimizda mu yetakchi kuch, xalqiliq kuch. Biz hozir bizning keyingi yo'nalishimiz mush qo'shinimizni texnik kengaytirish, texnik cho'ngaytirish, texnik kuchlantirish. İşlerimizga texnik zo'r to'p bilan qo'shishni umid qilamiz. Ahirda deydiğim, endi mushundaq tadqiqotlarda yolg'iz burunqidek birli pan emas ekan, hamma pan o'rtaq tirishgan chaqda, hamma pan bir-birisi bilan bir-birisining taraqqiyotini ilgari surdi ekanda, shunga bizning xalqimiz uchur texnik taraqqiyotini to'g'ri tunib, to'g'ri ishlatgan chaqda burunqi necha avlod ajdodlarimizningki miroslarga hurmat qilib, shuni varislik qilish asosida yangi texnikalarni o'rganib, amaliyotga yuzlanib Muş bundan keyingi işlerimizde özara qo'llab, özara yangi bir madaniyat yaratish uchun tirishsak deyman. Bir millatning til yeziq shundaqla ovoz boyligini, texnikaning avrishim tili orqali mahsulotga aylantirish, shundaqla shu mahsulotni kundalik turmushda qo'llanish, ilm-fanning, aql farosatning, shundaqla g'ayrat, shijoatning g'alabasidir. Biz oxirida jiroqni yaqin mushkulimizni oson qilgan bu texnikalarga, shundaqla jafokash olim va mutaxassislarga chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Rahmat sizlarga. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.